Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Hozirgina jahon chempionati 8 dan 1 final doirasidagi Braziliya va Norvegiya o'rtasidagi bahs yakunlandi. Keskin kurashlarga boy uchrashuvda Norvegiya 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridayoq Mateusz Kunha penalti ishlagan edi. Biroq Bruno Gimarayeshning 11 metrli nuqtadan yo'llagan zarbasini Vikinglar posboni Eryan Nyuland bartaraf etdi. Birinchi bo'lim yakunlarida Vinicius Juniorning hisobni ochishiga yana Nyuland to'sqinlik qildi. Ikkinchi bo'limni ham Braziliya hujumlar bilan boshladi, lekin pentakampionlar darvozabon Eryan Nyuland darvozasiga yo'l topa olishmadi. 67-daqiqada Carlo Ancelotti Neymarni ham jangga tashladi. Biroq 79-daqiqada Andres Sheldropning qanotdan oshirgan to'pini Erling Haaland boshi bilan Alisson Beker darvozasiga aniq yo'llab hisobni ochdi. 90-daqiqada Erling Haaland jarima maydonchasi tashqarisidan bu safar to'pni Alisson Beker darvozasining pastki burchagiga joylab qo'ydi. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning 10-sidagina Neymar penaltidan gol urib hisobni qisqartirdi. Yakuniy hisob 2-1. Norvegiya Braziliyani musobaqadan chiqarib yubordi.